Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Sobiq Xitoy soqchisi Zhang Yabo Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Xitoyning vahshiyona qilmishlarini dunyoga oshkorladi. Sobiq Xitoy soqchisi Zhang Yaboning Germaniyaning janubidagi Neuschwanstein qal'asini sayohat qilish jarayonida boshlangan qichish hikoyasi bugungi kunda dunyo jamoatchiligiga eng ko'p talash tortish bo'layotgan kishilik huquq masalalarining biri bo'lgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi to'g'risida hayron qolarlik guvohliklarni oshkorlagan. Mustamlik ostidagi vatanimizda necha yil soqchi va turma qorovuli bo'lib xizmat qilgan Zhang Yaboning bayoni Xitoyning Uyg'urlarga qarshi elib borgan qirg'inchiligining ichki yuzini dunyoga oshkorlagan bo'lib, xalqarada Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi deb atalgan bu jarayonni qaytadan diqqat markaziga elib kelgan. Zhang Yaboning hikoyasi Xitoy davlatining bexatarlik siyosatlarining Sharq Turkistonda qanday ijro qilinganligini tushunish uchun muhim bir dalil bo'lib, 2009-yili o'qituvchilik kasbini boshlagan Zhang turmush soqchisi, ondan 2014-yildan boshlab soqchi bo'lib, Sharq Turkistonning Xotan viloyatida xizmat qilgan. Onun bayoniga qaraganda, Xitoyning Uyg'urlarga qarshi qurilgan sistemasi faqat fizikalik kontrolga emas, balki raqamlik va psixikalik kontrol mexanizmiga asoslangan bo'lib, Uyg'urlarning kundalik turmushi qattiq nazorat qilingan. Ibodat, til ishlatish va madaniyat odatlari jinoiy elementlar sifatida xotirlangan. U birga elib kelgan dalillar ichida kentlarda qurilgan sonliq ma'lumot hujjatlarida shaxslarning diniy odatlaridan tortib salomatlik ahvoligacha bo'lgan nurg'un uchurlar bor bo'lib, insonni cho'chitadi. Zhangning guvohligi xalqaro dokladlardagi Uyg'urlarning da'volarini isbotlaydigan bo'lib, 2017-yildan buyon 1 milliondan ortiq Uyg'ur atalmish qayta tarbiyalash lagerlari deb atalgan o'rinlarda tutib turilib, bu lagerlarda majburiy idiviy tarbiya, qiynash, nachar muomala va majburiy emgak silingan. Zhang yana guvohligida u mahbuslarning so'roq jarayonida qanday qiyin-qistoq uchraydiganligi va qiynashning itoat qilishni kafolatlantirish usuli sifatida qanday ishlatilganligini bayon qilib, ba'zi mahbuslarning qiyin-qistoq natijasida qazo qilganligini aytib, ularning chaqirashlari va noli faryodlari hozirmi qulqimda yangrayotidi deydi. Zhangning Xitoydan ayrilishi uzundan buyon planlangan, cho'ng xatarlarni o'z ichiga olgan bir jarayon bo'lib, davlatdan ayrilishiga ruxsat olish uchun amaldorlarga pora bergan. 2025-yil yozda u sayohat guruhiga qo'shilib Yevropaga kelgan. Uning qichishi Neuschwanstein yenidagi guruhdan ayrilish bilan boshlangan bo'lib, amaliyot uning yangi hayotidagi tunji qadam edi. Myunxenga yetib borgandan keyin Zhang bevosita Dunyo Uyg'ur qurultiyi markaziy ishxonasiga berib, qurultay xodimlari bilan aloqalashgan. Bu qadam uning hikoyasidagi muhim burilish nuqtasi bo'lib, Xitoy bo'lginchi va terrorchi deb ataydigan bu tashkilotni u surgundagi Uyg'urlarning eng muhim vakillik organi deb qarag'anligini aytdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Zhangning guvohlik berish jarayonida hal qilg'uch rol o'ynab, dastlabda ehtiyotchan muomala qilgan va hukumat organlariga Zhang hujjatlar va tafsiliy materiallarni bergandan keyin uning bilan hamkorlashib, suhbatlar xotirlagan, uchurlarni dalillab, uni xalqaro taratqular bilan o'rtoqlashgan. Bu jarayonda hukumat faqat vositachi sifatida emas, balki dalillash va bexatarlik mexanizmi sifatida rol o'ynagan bo'lib, Zhangga o'xshash guvohchilarni qo'g'dash, ularning guvohliklarini xalqaro jamoatga ishonchli yetkazish va qonuniy jarayonlarni qo'llash bu rolning asosiy qismi bo'lib, bu shaxsiy guvohlikni dunyoviy kishilik huquq masalasiga aylantirishda muhim omil bo'lgan. Zhangning guvohligi haqida mutaxassislarning qarashicha, bir sistemada xizmat qilgan bir amaldorning bundoq ochiq so'zlashi nihoyat oz uchraydi. Bu taqdim qilgan hujjatlar va bayonlar ilgari oshkorlangan Xitoy kabellari va Xinjiang soqchi hujjatlari qatorli hujjatlar bilan birlikda ko'zdan kechirilganda, Xitoyning Sharq Turkiston siyosatlarining taxmi umumyuzlik ko'rinishini yaratib, abstrakt da'volarni taxmi konkretlashtirdi. Xalqaro jamoat fikrida doim tilga ilinadigan qirg'inchilik ayblashi bundaq shaxsiy bayonlar orqali taxmi ro'shan va tushunishli bo'ladi. Ondan boshqa, Zhangning hikoyasi faqat qurbonlarla emas, balki sistema ichidagi shaxslarning duch kelgan axloqiy to'qinishlarni oshkorlaydi. Bu masalaga taxmi murakkab va insoniy o'lcham qo'shadi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu vaqtda maxsus bayonot e'lon qilgan bo'lib, bayonotda uning guvohligi keng ko'lamdagi nazorat, sababsiz tutqun qilish, atalmish tarbiyalash, qiyin-qistoq, tutqunlarga qartilgan jinsiy zo'ravonlik va lagerlardagi boshqa zo'ravonlik hodisalarining qanday elib berilayotganligiga doir ishki qarash bilan ta'minlaydi. Bu bayonlar lager shohidlari,
tədqiqatçılar və müstəqil tekşürgüçülər uzun vaqtdan buyon o'tirib qo'ygan endişlərini və rayonda yo'li qo'yilgan siyosatlarning sistemli xarakterini yana bir qatim dalillaydi. Dünya Uyghur Qurultayı Zhang Yabo'ning guvohligining Uyg'urlarga qaratilgan davomlashayotgan jinoyatlarni dalil isbotlar bilan yo'ritib muhim tek qo'shqanligini ta'kidlaydi. Shundaqla bu ahvol davlat tarafidan yurgizilayotgan zo'ravon sistemlar oldida shaxsiy vijdon va axloqiy mas'uliyatning qanchalik muhimligini namoyon qiladi deyilgan. Dünya Uyghur Qurultayı Yevropa Parlamentiga Sharq Turkistondagi Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va kishilik huquq dafsanchiligiga aktiv pozitsiya tutishini talab qilib xat sundi. Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Turg'unjon Alovuddin, Qurultayning muavin raisi Zumratay Erkin, Qurultay Uchur axborot markazining direktori Iftixor Abdurashid va Qurultay Bryussel ishxonasining mudiri Bernardo qatorliqlar 14 apreldan boshlab Belgiya poytaxti Bryusseldagi Yevropa parlamentida faoliyatini boshlagan edi. Qurultay heyeti 14 aprel kuni Yevropa parlamentida elib borgan faoliyati jarayonida Yevropa parlamentining har qaysi komitetlari va ba'zi parlament a'zolari bilan ayrim uchrashuvlarni elib berib, Xitoyning Sharq Turkistonda hilim ham davom qilayotgan qirg'inchiliklari, kishilik huquq dafsanchiliklari, sistemlik bostirish, majburiy emgak, ommaviy nazorat qilish, assimilyatsiya siyosatlari haqidagi eng yangi dalillarni o'ttirib qo'yib, Yevropa parlamenti va davlatlarni Uyg'ur masalasiga qarta aktiv pozitsiya tutishga, bu qirg'inchilikni to'xtatish va Xitoyni xalqaro qonun bo'yicha jazoga tortish uchun Yevropa ittifoqi organlaridan texnik kuchlik va konkret tadbirlarni qo'llanishga chaqiriq qilgan. Bu haqda stansimizning ziyoratini qabul qilgan Qurultay raisi Turg'unjon Alovuddin Bryusseldagi faoliyat haqida ba'zi tafsilotlarni ko'rmanlar bilan o'rtoqlashdi. Belgiya ziyoratimiz jarayonida ilib borgan faoliyatimiz boshlandi. Oldi bilan Belgiya parlamenti a'zosi bilan ko'rishdik. Bu ko'rish jarayonida Xitoy hokimiyatining yangi chiqargan atalmış Millatlar İttifaqlıq qonuni va Xitoy hokimiyatining xalqaro bostirish, chegara halqagan bostirish siyosatlari haqida suhbatlar bo'ldi. Va undan boshqa Belgiyada turishliq xalqaro kechirim tashkilotining xodimlari bilan ko'rishdik va bu jarayonda vatanimizda turmada yetayotgan va lagerlarga solinib qiynalayotgan qarindoshlarimiz haqida suhbat o'tkazdik. Ularga vatanimizdagi lager ahvolidan, turma ahvolidan va Xitoyning hozirgi vaziyatda Uyg'urlarga elib berayotgan og'ir irqiy qirg'inchilik siyosatlari haqida ma'lumotlarni berdik. Dünya Uyghur Qurultayı bu qatimqi Bryussel safarida Yevropa parlamentiga maxsus talab xati sungan bo'lib, Qurultayning Yevropa parlamentiga sungan xatida faqat o'tmishdagi dafsanchiliklarla emas, balki 2025 va 2026 yillardagi davomlashayotgan qilmishlarni tafsili bayon qilinib, Sharq Turkistondagi vaziyatning yanada jiddiy bosqichda turayotganligini, Xitoy hukumatı xalqaro besim ostida ba'zi siyosatlarga o'zgartishlar kirgizgan bo'lsa-mu, bostirish mexanizmini har xil shakllarda davomlashtirayotganligini, jazo lagerlarining taqilishiga bo'lgan xalqaro qarashning haqiqatni aks ettirmaydiganligini, aksincha umum tutqun qilishning texim ig'irlashgan qamoq hukm qilishga o'zgarganligini ta'kidlab, bu o'zgartishning siyosat o'zgarishi emas, balki faqat qirg'inchilikdagi usullarning o'zgarishi ekanligini eskartgan. Mazkur xatda yana Sharq Turkistondagi majbur emgak sistemasining davomlashayotganligi va hatto kengayayotganligi bayon qilinib, lagerlardan qo'yib berilgan nurg'un kishilarning davlat kontroli qiladigan emgak programmalariga majburiy kirgizilganligi, bo'libmi yez rayonlardan millionlagan kishilarning 5-chi emgak kuchini yetkash nomida zavodlarga avatilayotganligi, bu sistemaning kishilarning ixtiyori bilan emas, balki zo'r besim bilan yo'l qo'yilayotganligini, Xitoyning bu siyosatining dunyoviy ta'minlash zanjiri va Yevropa shirkatlarini xatarga duch qilganligini eskartgan. Mazkur xatda yana Xitoyning raqamlik nazorat qilish va ijtimoiy kontroli, sun'iy aql orqali yuz tonish, telefon orqali iz qo'g'lash, sonliq ma'lumot to'plash va kishilarning harakatini ko'zlash qatorliq texnikalarning keng qo'llanayotganligini, shundaqla buni Xitoy chegarasidan halqib, Yevropa va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur muhojiratini nazorat qilish uchun ishlatayotganligini,
Xitoyning diniy va madaniyat jihatdagi bostirishi, diniy erkinligining qattiq cheklanganligi, masjidlarning vayron qilinganligi yoki cheqitilganligi, Uyg'ur oila qurilmasining nishon qilinayotganligi, bolalarning ota-onasidan majburiy ayrilib, davlat kontrol qiladigan yotoqliq maktablar yoki darul tamga o'rinlashtirilib, bolalarning o'z tili va madaniyatidan yaroqlashtirilganligi, faqat Xitoy tilida tarbiya oldiganligi, shundaqla Uyg'urlarning kimligini sistemli holda xitoylashtirishga va assimilyatsiya qilishni maqsad qilgan razil siyosatining davom qilayotganligini ta'kidlagandan boshqa, ayollarga qartilgan dafsanchiliklar, majburiy tug'mas qilib etish, tug'ut cheklash, jinsiy zo'ravonlik va Uyg'ur qizlarini Xitoy erlari bilan majburiy to'ylashtirish qatorli qilmishlarning sistemli holda ilib berilayotganligi bayon qilinib, Xitoyning bu siyosatining Sharq Turkistonning nopus qurilmasini o'zgartirishni maqsad qilganligi, Uyg'ur xalqining milliy kimligi, ijtimoiy qurilmasini nishon qilganligi, Xitoyning bostirish siyosatlarining faqat Sharq Turkiston bilan cheklanib qolmaydiganligini, balki chet ellardagi Uyg'urlarni ham nishon qildiganligini ta'kidlab, Xitoyning muhojiratdagi Uyg'urlarning oila a'zolariga tahdid soldiganligi, raqamli hujumlarni elib bordiganligi va hatto xalqaro supalarda muhojiratdagi Uyg'urlarga besim ishiltish uchun nazorat qilish faoliyatlarini elib bordiganligi bayon qilinib, Yevropa Ittifoqining Xitoyning bu qirg'inchilik siyosatlariga qarshi texim kuchli pozitsiya tutish kerakligini, majburiy emgak chetishlik mahsulotlarga qarta jazoni kuchaytirish, mas'ul shaxslar va organlarga qarshi qonuniy da'vo qo'zg'ash va Uyg'ur muhojiratini qo'g'dash mexanizmini kuchaytirish alohida talab qilinib, buning faqat rayondagi kishilik huquq masalasida emas, balki xalqaro qonun va insonparvarlik qimmat qarshi jihatdan bir dunyoviy sinoq ekanligini, Yevropa parlamentini Sharq Turkiston masalasini xalqaro kun tartibining oldingi safga qaytarishni muhim vazifa bilish kerakligi talab qilingan. Uyg'ur yoshlarını xalqaro vaziyat va milliy kurash yo'llari bo'yicha uzun muddatli tarbiyalash kurslarining 7-chi qarori boshlangan. Uyg'ur Akademiyasi vaqfisi tarafidan xalqaro vaziyat va milliy kurash yo'llari bo'yicha Sharq Turkiston mustaqillik kurashida avangard yoshlarni yetishtirish maqsadida uyushtirilgan va 1 yildan beri davomlashayotgan uzun muddatli tarbiyalash programmasiga qatnashgan yoshlar bilan kurs haqida elib berilgan muzokara yig'ini 11 va 12 aprel Istanbulda Uyg'ur Akademiyasi ishxonasida ochilgan. Yig'inda mazkur kursga oldingi yil qatnashgan yoshlar kurs haqida o'zlarining tushunchalarini, kursning ortiqchiligi va yetersizliklari haqidagi ta'sirotlarni o'ttirib qo'yishgan. Mazkur yig'inda oldi bilan Uyg'ur Akademiyasi vaqfisining raisi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi Abdulhamid Qaraxon apandi bu mavsumlik tarbiyalash kursining tafsiloti, Uyg'ur Akademiyasining 16 yillik besib o'tgan musofasi va qilgan xizmatlari haqida tafsiliy ma'lumot bergan. Yig'inga qatnashgan Uyg'ur Akademiyasi vaqfisining hay'at a'zolaridan doktor Ablat Uyg'ur, doktor Gulzoda Tangritog'li, doktor Mag'firat Kamal, Amina Sadaf, Anvar Ahmad va To'lonay Tangritog'li qatorliqlarmi o'zlarining mazkur kursga qarta taklif fikrlarini berib, yoshlarimizni yetishtirishning navbatdagi eng muhim vazifalarimizdan biri ekanligini, bu tür tarbiyalash kurslarining doirasini texmi kengaytirish kerakligini ta'kidlashgan. Mazkur yig'inga alayda taklif bilan qatnashgan va yillardan beri Uyg'urlarning haqli ko'rishiga hamdam bo'lib kelayotgan jurnalist Xolis O'zdemir apandi Uyg'ur yoshlarga o'zining hayot tajribalarini, Turkiyadagi turklarning Uyg'urlarga qarta ko'z qarash va tushunchalarini o'rtoqlashib, turklarning Uyg'urlarni har zaman o'z qayrindishi deb bildiganligini, Uyg'ur yoshlarimizning umidvor bo'lishini talab qilgan. Yig'in oxirida Abdulhamid Qaraxon oldingi yillik kurs xulosasini yakunlash bilan birga bu yilgi kursantlarga tafsiliy ma'lumot bergan. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamızning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgich aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.